Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalarimiz. Bugun mana ish faoliyatimizni boshlab olganmiz. Ko'rishingiz mumkin. BAV M7 mashinasini olib qo'yganmiz. Bunga xudo xolisi haydov ishlarini qilib beramiz. Orqalari resorli qo'shib, keyin amortizatorlarni ham yangilab berdik xudo xolisi. Keyin old amortizatorlarni usilinik aktivskiy variantda qilib beramiz. Ruloy kolonkasini ham remont qilib beramiz. Keyin bu yerda navbatdagi mashinamizni olib qo'yganmiz. M4, Jack M4 mashinasini ham haydov ishlarini qilib beryapmiz. Bularga korobka ishlarini, haydov ishlarini qilib beryapmiz. Keyin tashqaridagi turgan Jack mashinamizga xudo xolisi tormoz ishlarini qilib beramiz. O'rtadagi mashinamizga o'ng qo'ldagi ham tormozgacha tormoz ishlamay qolibdi. Keyin mana bu mashinamizda ham tormoz ishlamay qolibdi. Damas mashinasini olib qo'ygan. Damas mashinamizni karburatorlarini remont qilib beramiz. Kimga shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin.